Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Qalbdən qalbə namlıq proqramımızın 21-ci sanını görüşünlərdən qızğın qarşı alımız. Mən Abdullah Yılğun. Qadirli görürmələrimiz, bu mübarək ay başlanıb, hər gündən başlap, hər günü iftardan burun şu saatlərdə xil temalar bilan huzurunuzda bulunğan proqramımız davam qılıbdı. Allah'ın rəhməti bilan Rabbimdən bu mübarək ay mənə axırlaşqa, ən axırqı 10 günüge kirdik bugün itibarı bilen. Allah bu günlerde kılgan barlıq əməllərimizni bilgen, öğengen şu dərs jarayonida her bir məzmunlarını hayatımızga tegishli şekilde tatbiqlab Allah'ın rahmetiga erişken aşu baxtlik müminlerden qilishini Allah'tan tövəncik bilen sorayımız. Qadirli görürmələrimiz bugünkü aziz mehmanimiz, əmələ tanışıb bolğan hörmətli ustaz, Şərq Türkistan Ölüm Ala Birliği şundaqla Dünya Müslüman Alimlar Birliği azası Abdurrahman Cemal Kaşğari'ni təklif qıldıq. Qimmatli vaxtını çıxarıb qədəmdaşıb qıpaqəli üçün köp rahmet etdiniz. Rahmet. Qadirli görürmələrimiz proqramımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqalıq naq meydandan tarixləyətidir. Ekran alda çıxıb duruyatqan nömrimiz şundaqla ictimai uçur vasitələrindəki əlaqə vasitələrimiz arqalıq proqramımızga əlaqədar hər qanday fikir təklif bolsa, berişinlərdə, suallarınız bolsa, soruşunlardan ümid qılımız. Şundaqla köplügən qayındaşlarımızın faydalanışı üçün hem bəhərləb qoyuşunu hem unutmayasınlar. Bugünkü temamız elanımızda bəgəndək cihadның mahiyeti, cihad ve onun türleri hakkında toxtulduğanlığımızı elanda bədik. Elbette cihad degen sözü bugünkü bugünkü zamanımızda tilgə edilən vaxtda nurgullarımızın kallısıga bir vasıta faqatlam şu qoral yarak resmi uruş, öldürüş degendek näsli alam kildiğen şekilde bu ufkumiye cihad kelimesi aslında hatta kafirlarının ki toxtumay onu başka şekilde işiltişi sebeplik Müslümanlarımı hatta bu tilgə edilən vaxtda aldikeyniga qaraydigan, xuduksiraydigan, özüdün özü ensiraydigan şekilde müşündaq bir uqumga anlı kep qilaqamdı. Elbette bunu keng dairede İslam'dan közlegen maqsad nimeti elbette qoralliq narsani kirdiganligini program jarayonida so'zlab o'tamiz. Ama lekin bu atalg'uni bu so'zni maxsus shu doiraga bilan cheklab qo'yish, uni tilga olmasa qoldi deb qarash, birileri boshqacha qaraydi degan narsada o'ylab qilish, buning hammasi bu so'zni tushunmaganlikdan kelib chiqadigan bir narsa. İslam'da en yuqori martaba sanalgan bu cihad herkes fakat bir lam nokta tilga elindiği maksat kılıngan bo'lishi asla mümkün emas. Şunun için bugün bir temamızda bunu bir vaqtimizning yetishicha to'xtalib o'tamiz. Hurmatli ustaz, unda olsa aldılanma şu deganimdek zulmga uchrayotgan bir atalg'u deb desak bo'ladigan shaklda jihad shunda ishlatilib keldi bu so'z. Muşu atalg'u haqida biraz bir to'xtalib uni kendidan kirgan bo'lsak deymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamısına Peygamberimizge dua salamlar olsun. Cihad atalgısı hakikaten zulüm kuşturgan bir atalgı. İki akım, oңçı ve solçı iki akım tarafından zulüm kuşturgan bir atalgı. Cihad atalgısı köplügen kişilerin ki zihnede yerleşip ketkendik. Fakatlam kurallık can kılışka ya kurallık uruş kılışka qartılsa bu hatalaşkan olur. Ya bunda düşünülse bu cihadın ki hükümünü gösteremeydi. Cihad hükümünü fakat kurallık köreşke ya kurallık uruşka, kurallık cengiler bunu çeklep koyuş, bu cihad hükümüne kılıngan bir zulümdür. Cihadını inkar kılış, cihadın ensiraş, bu atalığını işletişten kudik siraş zulüm boğandek, bu cihadının dairesini sıkıp kalan dairelerini çıkarı ötüş, bu mu zulüm? Çünkü cihadın ki elbette başka türleri mi var? Şu an biz bugün bu noktada cihadın mahiyetini, cihadın türlerini, cihadın məqsədlərini eğer o ixtiyar verse, o miskinci toxtalımız təfsili məqsədləri haqqında. Şundaqla bu cihadın ki düşman bilen muamele kılıştı kullanılan, gerçi düşman bolsa mı, onunla muamele kılıştı kullanılan edep ahlakları var. Bu noktalar haqqında biraz toxtalımız. Şunada yani bu noktada Müslümanların aqidasi o'xshamagan boshqalar bilan, boshqa millatlar bilan bo'lgan munosabatlardagicha aqida erkinligi qanday qaraydi?
boshqalar bilan, ya'ni boshqalardan maqsad musulmon bo'lmaganlar, ya'ni kofirlar bilan. Kofirlar bilan bo'lgan asli aloqa yoki asli o'lcham urush qilishmi yoki tinchlikmi degandek bu nuqtalarni yoritishga tegishli bu temalarda agar vaqt yer bersa. Chunki bunda deyishimiz sabab jihatning mohiyatini tushunmagan bir qism kishilar, ya'ni so'lchi kishilar yoki islomni bilmagan, islomni keng tushunmagan kishilar bu jihat atalg'usidan maydondan chiqarib olsak bo'ladi. Bu jihat atalg'usini tilg'anmasak bo'ladi. Buni ishlatmasak bo'ladi. Bugungi zamonninki sharoiti buni ko'tarmaydi degan o'xshash jinga to'xtaydigan yoki to'xtamaydigan bahanlar bilan jihatni siyosiy harakat maydonidan, kurash maydonidan, urush maydonidan yoki mustaqillik ko'rishidan buni chiqarib o'tishga urinadigan, mushni xohlaydigan aqllar mavjud. Ham bu jihatni maydondan siqib chiqarmoqchi yoki bu atalg'udan ansiraydigan bu kishilar o'zininki qilayotgan yoki o'ttirib qo'ymoqchi bo'lgan bu ko'z qarashiniki dushmanni kuchlantiradiganligi, dushmanni taqimiz zo'ravonlashga sabab bo'lganligini bilmay qolganlar. Ya'ni bilib bilmay dushmanninki taqimi musulmonlarni izishiga zo'ravonlik qilishiga yo'l ochib berganlar deyishki bo'ldi. Chunki musulmonlar jihad qilmasa, qurolliq dushmanga taqobil bo'lmasa, mustamlikaga kuchidan yetishicha qurol bilan tatib olgan narsani, qurol orqali kuch bilan tatib olgan narsani kuch orqali taqobil bo'lmasa, taqimni iziladiganligini bular bilmaydi. Şunu bu xil cihat atalg'usidan ansiraydigan kishilar cihat qilmas bo'ldi musulmonlar yoki qurolliq bunda kurash ebbobisi bo'ldi degan bu xil ongda turmoqda. Endi buni aksi bo'lgan o'ngchi bir aqim. Ya'ni bu oshqin deb atayli. Ilgari solchi oshqin bo'lgan bo'lsa bu o'ngchi oshqin aqim mavjud. Bu aqim bu cihat hukumiga zulm qilgan aqimlarning birisi hisoblanadi. Chunki bu aqimning ko'z qarashida butun dunyoga jang e'lon qilish lozim. Butun dunyoga musulmon bo'lmasa unga urush e'lon qilish lozim deb qaraydi. Bularning nazarda dunyoda kofir davlat mavjud bo'ladigan uning urush qilish kerak. Bularning nazarida. Bularning tasavvuri bu. Demek bu aqimni cihatning atalg'usini to'g'ri tushunmaganlik uchun xato yo'lga, qo'yiq yo'lga kirib qolgan. Bularning nazarda kofir davlat musulmonlar tinch yashashni taklif qilsa-mi yoki musulmonlar bilan tinch yashash qabul qilsa-mi, garchi bu davlat islomga musulmonlar ziyon yetkazmagan bir davlat bo'lsa-mi yoki islomning dushmaniga yordam bermagan bir davlat bo'lsa-mi, kofir bo'lganlik uchun uningga jang e'lon qilish lozim. Uning urush e'lon qilish lozim deb qaraydigan bu xil aqim mavjud. Demak, bu aqim jihad atalg'usiga zulm qilgan aqimlarning birisi. Demak, yuqorqi ikki aqim sababidan birisi jihadni inkor qiladigan, jihadni xohlamaydigan, bundan ansiraydigan, musulmon turib xuduksiraydigan aqim bilan kofir bo'lib qolsa hammani urib jepish lozim, hammani yo'qtish lozim deb qaraydigan, o'tgan hafta programma qilgandek bu do'st bilan dushmanni ayirib qaramaydigan, kofirning ichida tinch yashaydigan kofir bilan dushmanlik qilgan kofirni ayirolmaydigan bu aqimlar islomning dunyo qarashi, islomning qimmat qarashi va islomning obrazini satlashtirib o'tmoqda. Ham islomga ig'ir darajada ziyon keltirmoqda. Demak, bu nuqtalarni ilib aytgan vaqtida jihatdan iborat bu atalg'uninki o'ngchi oshqullar bilan so'lchi oshqullar iborat ikki aqim tarafidan zulm uchrayotganligi aniq oshkora chiqib turdi. Xo'sh. Haqiqatan deganlardek mush sababdan xalqimizning ichida bu nurg'unlagan talash tortishlar yillardan buyon davom qilib keldi. Unda bo'lsa jihatning ma'nisi va mohiyatini tushuntirishlarni so'rayman. Jihad haqida ikki xil tonishtirish, garchi bu vaqtda tonishtirish chiqib olgan bo'lsa, jihad yuzaki tonishtirgan vaqtda Alloh yo'lida kuch chiqarish degan. Xo'sh. Ya'ni Allohning yo'lida ruhiy jihatdan, ma'naviy jihatdan, aqliy jihatdan, ilmiy jihatdan, fikriy jihatdan, iqtisodiy, siyosiy, harbiy, istixborot, idora va bundan boshqa qaysi turdagi ish bo'lib qolsin, kuch chiqarish va musulmonlik majburiyatini ado qilish degan. Xo'sh. Bu jihatning to'nishtirilishi bu. Bu faqatlam askariy tarafga, harbiy tarafga xos emas bu. Bu yerda ma'naviy taraf bor, axloqiy taraf bor,
ilmiy taraf bor, siyosiy, iqtisodiy va boshqa tarafning hammasi bor. Tonishtirish bu qadar kam jihat atalg'usin. Yana bir tonishtirsak, yana bir shaklda bu jihat degan atalg'u, ya jihatning ma'nosi islomga da'vat qilish. İslamga güzel usulda davet qilish. İslamni mudofaa qilish, musulmonlarni qo'g'dash, aqidaninki saptiqini himoya qilish, musulmonlarning dindorligining oshqunlikka kirib qolmay yoki fosiqlikka kirib qolmay sog'lom dindor bo'lish holatini qo'g'dash. İslam davatiga to'sqinlik qilayotgan dushmanlarga taqobil turish, İslam zeminini, İslam tuprog'ini, İslam vatanini besib olgan tajovuzchi dushman bo'lgan bo'lsa, bunga jang e'lon qilish degan bo'ldi. Bu jihatning yanada tonishtirish. Ikkalasi bir-birisiga yaqin. Qandaqdir bu yerda jihat faqatlam harbiy tarafga bu yerda qartilmaydi. Shuningdek yana bu jihat hukmi, yoki jihatning ma'nosi yoki mohiyati buzg'unchilikni yo'qotish. Yomon illatlarni tugutish. Jamiyatni isloh qilish, qalbini poklash, shaytonning usullariga, vositalarga bosh egmaslik, zolim tajovuzlarga bosh egmaslik, yaxshilarga yetaklash, yomon ishlardan to'sish, davlatning chegaralarida davomli harbiy holat tayyor turish, dushman bilan garchi urush, jang qilish holati bo'lsa-mu, harbiy holatda qurol yaroq deydi, askariy deydi, idora yetakchi sohalda ya chiriqchi sohalda davomli tayyor holat turish, shuningdek davlatninki bexatarligini tahdidga uchratgan har qanday omil bo'lib qolsa, uningga taqobil turishmi, bu jihatdan qatoriga kirdi, ham jihatninki amaliy mohiyatini qatoridan hisoblanadi. Shunga bu nuqtada qarindoshlar, bu jihat degan bu so'z bilan Qur'oni Karim, hadis Rasululloh aytgan jihat degan so'z bilan qital degan bu so'zni farqlantirish intayin muhim. Köpligen çatak nereden çıkıvatıdı, ya cihat kılınavatkan, cihat atalısı kılınavatkan zulüm nereden çıkıvatıdı, bu işki atalığını farklandıramayacaklıktan kep çıkıvatıdı. Cihat, kıtal. Cihatın ma'nosi cihat kılmış. Kıtaldan ma'nosi can kılış, uruş kılış ma'nosida. Çünkü cihat diyen söz, umum söz olup, Allah yolda çıkarılgan her qanday kuchni ko'rsatadi. Mayli ilmiy olsun, fikriy olsun, siyasi olsun, iqtisodiy olsun, askariy olsun, istihbarat olsun, askar olsun, kumandan olsun, bu cihat deb ataladi. Hamda qital deganimiz, jang deganimiz bu qurolliq kurashda ya qurolliq jangni ko'rsatadi. O bir xos bir atalıq. Qital degan vaqtimizda faqat qurolliq jang qilish doirasida ko'rsatadi. Ammo jihad deganimizda bu umumiy hamma doirani o'z ichiga oladi. Shunga bu ikki atalığını o'rlashtirib o'tgan vaqtida yoki farqlantirmagan vaqtida bu yerda chataq chiqishi mumkin. Şuna bu atalıq qaraydigan bo'lsak, jangchining har qandigini, ya'ni qurolliq jang qilgan har qanday bir askarni mujohid degani bo'ldi. Agar u musulmon bo'lsa, men Allohning yo'lida jihad qilmoqchi edi. Qurolliq jihad qilamiz, buni nima deymiz? Mujohid deymiz. Lekin mujohidning hammasi jangchi bo'lmaydi. Chunki bu yerda mujohiddan maqsad ilm orqali jihad qilganlar va o'limalarga o'xshash. En birincisi kural arkalık lekin en muhimi şu kuralını tutup düşmanlarga taqobil qilgan ruhni berdigan, irodani berdigan, düşmandan qaçmaydigan, o'limni sharaf deb bildigan bu xil ruhni tiklaydiganlik kimsa olimlar. Bu yerda iqtisodiy jihat va, siyosiy jihat va, fikriy jihat va, istihbarat jihati va. Shunga bu yerda mujohidninki hammasi jangchi bo'lmaydi. Lekin jangchining hammasi mujohid bo'ldi. Yani bu cihatdan qatorida ilmiy jihat, islomga da'vat qilish jihati, yaxshi ishlarga, jamiyatni isloh qilish uchun yaxshi ishlarni tashabbus qilish, yomon ishlarning oldini olish jihati, zolim, mustabid diktator bo'lgan bo'lsa, uningga qarshi turish, inqilob qo'zg'ash, qo'zg'olon ko'tarish jihati, bu jihatdan eng muhim jihatning qatorisi. Bir mahkum bo'lgan mustamlika uchib qolgan bir millatga nisbatan aqidasining ruhi, dinning ruhi bo'yicha, milliy irodasining ruhi bo'yicha siyosiy prinsiplar mustahkam turishmi? Bu eng ilg'or jihat hisoblanadi. Chunki qurolliq jihat qilishning muqaddimasi buni ruh tiklash lozim. Yana bu jihatdan qatorida yiziklikka aloqador jihatlar. Nima uchun bu so'zni balki ba'zanlar hayron qoladi. Bu dehqonchilikning jihatlarining aloqasi va baqqolchilikning deyishmi?
Bugün misalga bakıl. Bugün İslam cemiyetler, devletler demeyin. İslam cemiyetler dep atalgan her köp sandagi devletler buğdayni nereden alıyorsun? Ukrayna ve Rusya. Demek özüde buradan köngül bölmegenlik üçün, işlep çıkaramaganlık üçün yeterlik derecede başkalar biqinip qalalık yemek içmektir. Qandaqdır bu yerda bir devlet, bir millet özünün qo'sqini öz to'yg'izolmaydir. Qanday jihad qiladi? Unda bo'lgancha yizigilikka ahamiyat berib o'zininki ta'minotini o'zi hal qilish bu jihatning qatori. Sanoat yetishtirib, iqtisodni gullantirish bu jihatning qatori. Texnik yetishtirib, musulmonlarning aqlining boshqalarning kam emasligini isbotlash, bu orqali islom da'vatini qo'layliklashtirish bu jihatning qatori. Müslümanların turmuşunu güllendirip, ravajlandırıp, işlerini kolaylıklaştırıp beriş, bu mu cihatının katardı? Onda olğan çağda bu cihatının dairesi fakatlan, kurallık uruşul çekilinip kalmaydı, dairesi Müslümanın hayatını bir bütün öz işe alır. Ama kurallık cihat, kurallık can değil, bu sırtkı düşman kartıl. Yani zalimlerge, müstebitlerge, tacavuzçılar kartıl. Şunlarla mezlum boğan milletlerini kutkuz ölüş için işletildi. Kurallıkça. Onundan baş cihatının türleri yukarı degenimizdek hayatının bütün kısmını ölçüyor. Demek itikad sağlam boğan, dindarlık sağlam boğan Müslümanın hayatı cihattan ayrılanmaydı. Yok ben cihat kılmayman, mücahit dep süpetlenmeyman, bu isimni işletkim yok diyemeydi. İtikadı sağlam boğan, dindarlıkı, ottura hallıktan çetlemegen bir Müslümanın hayatı cihat. Ya o sahada ya o sahada çokum. Ya iqtisad bilen cihat kıldı, ya ki siyasi meydan cihat kıldı, ya ki ictimai sahada cihat kıldı, ya ki fikri sahada, ya ki ilmi sahada, ya kalem bilen, ya ki elem bilen çokum köreş kıldı. Eğer onun itikadı sağlam olsa, fikri sağlam olsa. Çünkü cihat Müslümanın hayatı, Müslümanın yolu. Bu Müslümanın hayat. Ben cihat kılmayayım diye adam Müslüman bulanmaydı. Sağlam Müslüman bulanmaydı. Kamil Müslüman bulanmaydı. Hoş. Endi müşahede cihatның albatta bir qancha türlerini tilga olib o'tdilar. Turlarning ichida masalan zirvatus sanamil islam deb tilga ilingan eng yuqorisi masalan bir insonning yuqoridagi xilma-xil turlarga ayirib bu turlarning ichidagi meli bilan o'zining qobiliyati bilan bilimi bilan degandek qilib eng oxirida bir musulmonniki butun ruhini Allohga bu yo'lda Allohning kalimasini ustun qilish uchun qurban qilishi, atishi bu eng yuqori palla bo'lsa, aslik hammasi buni tushundik. Mush turlarni qisqa shaklda bir qancha cihatdanki turlari asosan 3 qism, yani 2 bo'lindi. Birisi insonlardan iborat dushmanlar, musulmonlar dushmanlik qilgan, islom dushmanlik qilgan, dushmanlarga qarshi jihad qilish. Xo'sh. Faqat kofir bo'lganlik uchun emas, buni biz o'tgan hafta tafsil to'xtaldik. Kofir bo'lganlik uchun emas, İslam'a, Müslümanlığa ziyankeşlik kılgan, düşmanlık kılgan düşmanlar. Hoş. Kas milletin nereden oluşkan? İkinci birisi şeytandan usulları karşı cihat kılış. Mesela nefsi haşa, riyakorluk, şahsiyetçilik, satkulluk diyen hoş. Üçüncü birisi nefsininki illetleri karşı cihat kılış. Bu cihatınki çok üç tarafı. Ya ki bunu kıskartıp düşmanlığa karşı cihat kılış ve yamanlık teşebbüs kılgan nefsiga qarshi bilan qilingan jihad deb bundan ikki turga ayirsak bo'ladi. Ama bir yer shuni eskartishga qarindoshlari islom dinida g'arb dunyosida Yevropada to'nilgandek muqaddas jang deydigan atalg'i mavjud emas. İslam dinida g'arb dunyosi to'nilgandek muqaddas jang deydigan ish mavjud emas. İslamdagi jang ikkiga bo'linadi. Ya yo'lliq jang yoki yo'lsiz jang. Şeriatning maqsadlariga uygun bo'lgan jang, jihad bu yo'lliq jang hisoblanadi. Shariatning ro'yiga, maqsadlariga uygun bo'lmagan jang, yo'lsiz jang, qonunsiz jang hisoblanadi. Bizda turi bu. Muqaddas jang deydigan narsa yo'q. Chunki jihad musulmonlarning tushanchisida, Qur'on sunnatninki bayonida bir vositadan iborat. G'oya emas. Allah'ın dinini yetkiziliş için bir vasıta ibaret. Çünkü cihatın maksidi başka milletlerini kul kılış emas. Başka milletlerin mal mülklerini bulan talan kılış emas. Başka milletlerini esir geliş emas. Ya müstemlik kılış emas.
Maqsad nima desa, islom dinini, islom da'vatini boshqa insonlarga yetkazilish uchun yo'l ochishdan iborat yoki bozor ochishdan iborat, yo dukkan ochishdan iborat. Zohir tuzelmaysan. Jihatning maqsadi bu. Herkes bu yer bulan talan qilish maqsad emas. Boshqalarning zaminini mustamlik qilish maqsad emas, yoki boshqa insonlarni qul qilish maqsad emas. Balki islom da'vatini yetkazilish uchun bir yo'l ochishdan iborat. Şuna to'sqinlik qiluvchilarga. To'sqinlik qiluvchilar. Buni yetkazmaysan, qilmaysan deb aldığı musulmonlarning oldiga chiqqan bo'lsa, u yo'lni echish uchun ham qilindi demakchi. Balki bugungi 21-asrninki bu realligini, bu holatni ko'rgan ba'zilar kim to'sqinlik qilibdi bu islom dinini da'vat qilsang deyish mumkin. Bugungi dunyo sharoiti bilan ilgirgi dunyoning sharoiti o'xshamaydi. Burungi davrlarda dunyo imperiya davri edi. İmperiya zaman. İmperiya zamanında padişahın, yoki sultanın, yoki prezidentning, raisning nima deb atayli, uning dini nima bo'lsa, puhraning dini cho'qimayda bo'lish lozim. Agar puhra buning imperiya davrida padişahning dinidan chiqib ketsa, eng ig'ir jinoyatchi bo'lib jazolandi yoki o'ldirildi. Xo'sh. Yani bu sharoitda bir islomni men bir o'ttirib qo'yay, bu insonlar qabul qilsin, qabul qilmasa o'zidan ishi deganga u vaqtda podshoh o'lmaydi. Şuna İslam bir yerde İslam daveti to'sqinlik qilgan mustabid diktatorlarga qarshi elib borgan jon. Qaddator u yerda kafirlarga yoki normal kufrlarga borgan emas. Xo'sh. Ammo bugungi davrda bu holat yo'q. Bugun imperiya davri tugdi. Bugun bo'tki davlatlar deydi yoki normal davlat bir yerlik milliy davlat hukm shakllandi. Bugun kunlikda podshohning dini bilan bu fuqaroning dini oraliqida farq bor. Ba'zi uyg'un emas. Demek bu yerda erkinlik bugun kunlikda bir az hali keng darajada ish qochdi. Çünkü bu nuqtani balkim keyinchi tafsili to'xtalishimiz mumkin. Xo'sh. Demek bu yerda insondan Allohning dinida shariatning ko'rsatmasi bo'yicha yashay olish uchun ikki shart lazım. Men shariatning ro'yi bo'yicha Allohning yo'li sog'lom yashaymansa birisi iymon etish lazım. Ikkinchi birisi bu iymonning taqozosi bo'yicha harakat qilish lazım. Xo'sh. Şu vaqtida Allah'ın yolda yaşagan oldu. Şu vaqtida Müslüman bu dünyaya kelishga g'oyasini ishga oshira oladi. Albatta Müslüman bu g'oyani ishga oshirish uchun tövendagi 3 xil jangga, 3 xil jihatga, 3 xil kurashga kirish lazım. Birinchisi nafsiga qarshi jihad qilish. Yani nafsi qarshi degan insonning ko'ngli yomonlikni tashabbus qildi. Yomonlikni buyurib turdi. Demek insan bu nefsini jugallash, nefsini kontrol qilishdan iborat bu jihat kirmay qolib qolsa, Allohning yo'lida sog'lom yashay olmaydi. Chunki insonning nafsi oyat karim degandek innan nafsa la'ammaratun bis-su. Insonning nafsi yomonlik tashabbus qilib turdi, yomonlikni talab qilib turdi, yomonlikka intilib turdi. Shayton bir tarafdan pudisa, ko'ngil uniga moslashib turdi. Shunga bu yerda bu nafsini shariatga xilof qiladigan ishlardan buning illati Şeriatın ko'rsatmasi xilof bo'lgan ishlarning ko'pincha nafsiy xohishdan kelib chiqadi. Masalan, sotqinlik deyli, ishbiyonlik deyli, mol dunyo uchun o'zining vatanini sotadigan, o'zining tuqqanlarini sotib o'tadigan, millatini sotib o'tadigan, hatto davlatni sotib o'tadigan xiyonatlar. Diktatorlik qilgan, mustabidlik qilgan, o'zining xalqini izdigan nurg'un jallodlar. Buning hammasi nafsininki illatlari, nafsininki kasallari. Shunga bu yerda nafsini poklashga nefsini tazlaşqa ahmiyet bergen millet, islahat yolu qadam qo'ygan, ahval yaşlanış qarab bangan millet hesabı. Ama nefsini paklashqa ko'ngil bo'lmagan milletning ahvoli taqimi kundan kuniga nacharlashadi. Lekin bu nefsini paklash her kuni, her zaman bo'lganligi uchun bu oson emas. Gapda oson, nefsini paklash muhim, qalbini paklash muhim deymiz, ammo bu oson emas. Bu 2 gün paklab qo'yli, Ramazon keldi, hozir 30 gün paklab o'tili, qolgan 11 oyda usul o'ynab igizpas chiqildi degani bo'lmaydi. Bizning hayotimiz balog'at yashiga yetgandan tortib ilgirkisi qo'yib tursaqmi, kichiklik davrda ta bu dunyodan ketgan qadar aqlimiz joyidan bo'ldi ekan. Har kuni kurash. Har kuni, har soatda bu nafsimizning yomon illatlari bilan kurash qilishimiz lozim. Unda o'g'ancha bir ömür qildigan kurash. Bir odamning umri balog'at yetganiga 50 yil yashagan bo'lsa, 50 yil har soatda, har minutda jihad qilish lozim. Bo'lmasa ko'ngil bizga xiyonat qilishga, kelishim tuzgan bo'lsa, buzishga, har turli illatga ittirishi mumkin.
Ammo iymon, tushunlab turgan iymon, nafsini paklash bu insonni bu yerda tozalab turdi, kontrol qilib turdi. Shuna Rasululloh malaqa kichik jihatdan cho'ng jihatga keldik deb jihatdan qaytib kelib, endi nafsi bilan qilgan jihatni endi cho'ng jihatga qaytib keldik deb degan. Qurol ko'tarib qilish oson. Yana ba'zan ta'sirish mumkin. Anim qaragandasa. Chunki 50 yil balog'at ketganning 50 yil nafsi bilan ezib ketmay, shaytonning yo'liga kirmay, xato yo'lga kirmay menish oson emas. Ammo bu qurolliq jihat ya 1 oy bo'ldi, ya 2 oy bo'ldi, yoki 5 yil bo'ldi, yoki 5 kun bo'ldi tugay. Shu oson degan tarafimiz mayadi. Gerçi o'lim bo'lsin, gerçi buningki xatiri ig'ir bo'lgan bo'lsin. Chunki Allohning yo'lida bir umr yashamak eng ta'sirga yarmishadi. Shunga nafsini nachar illatlardan tozalash, azg'un ideyalardan tozalash va shubhilik harom ishlardan tozalash uchun davomli nafsini paklash uchun jihad qilish lozim. Bu jihad dushmanga qurolliq jihad qilishdan oldida turdi. Nima uchun bunday deymizsa, dushmanga qurolliq jihad qilishdan ilgari nafsi bilan qilgan jihadni burun qilish lozim. Nima uchun degan vaqtda? Chunki bu odam qalbini paklamiz birinchi bo'lib o'ziga ziyon keladi. Ikkinchi bo'lib o'zining qarinishini o'ttirman deydi, tuhmat qiladi, uni murtad deb, yana bishma deb o'zining qarindoshlik ziyonkashlik qiladi. Uchinchi bo'lib qanday qilish mumkin? Bilib bilmay dushmanga xizmat qilish mumkin, dushmanning usuliga deb usul o'ynash mumkin. Qalbini paklamagan ekan, setilishi mumkin. O'zining qarindishiga bo'lishi mumkin, parchalashi mumkin. Bu dunyo tarixida bunday misollar yomon ko'p. Bugun Allohning bunday misollari yomon ko'p. Bu jihatning birinchi turi, ya'ni nafs bilan jihad qilish. Jihatning ikkinchi turi jamiyatni isloh qilish jihati. Ya'ni hikmat bilan, go'zal uslub bilan, basm bilan emas, zo'rlash bilan emas, hikmat bilan va go'zal uslub bilan insonlarni Allohning yo'liga chaqirish. To'g'ri yo'lda yashashga tashabbus qilish. Jamiyatda davomli islohot targ'ibot qilish, yomon ishlarning oldini olishga kuch chiqarish. Bu masala emas. Bir jamiyatni, bir davlatni sog'lom holatda, muqim holatda himoya qilib menish bu oson emas, mushaqqat, ham turli. Uning ustiga bu jamiyat islohoti insonlar orasida hikmat bilan, go'zal usul bilan da'vat tarqitish iborat. Bu ish jiq kuch talab qiladi. Masalan, insonlarning ehtiyojlarini bilish. Davrning taqozzosini bilish. Chiroyli usulda da'vat olib berish. Bu nimaga muhtojsa, insonlarning ehtiyojlarini bilish, reallikni tushunish, shar'iy hukmlarni reallikka tatbiqlash martiga bo'lish va da'vat usullarini har zaman kundan kunga taraqqiy qildirishga muhtoj. Xo'sh. Nima uchun? Chunki biz 2 asr ilgari zamonda yashamadik. Yoki 5 asr ilgari zamonda yashamadik. 21-asrda yashayapmiz. Islom qarasak, islom hayotning bir butun talablarini ishga oshirish uchun nima muhtoj ishga oshirishni maqsad qilgan bir din. İslam dinimiz hayotning talablarini bir butun holatda ishga oshirgan harakatchan islom muhtoj. Faqatlam islom degan ma'noda bilib qo'yib, uxlab qoladigan, islom degan iymonning asosi ma'no deb so'yuq, islomning muhabbati yo'q, amal yo'q, sharikati yo'q, abgalik pasib turgan unda din emas. Unda o'g'anchada insonlar orasida hikmat bilan chiroyli holatda jamiyatni isloh qilish, da'vat olib berish lozim. Bu jihatning turi degan vaqtida bu islomni harakatchan holatga ekirish lozim. U vaqtida bu ikkinchi jihatni abbag'inadi. Ya'ni go'zal uslubda da'vat olib berish orqali jamiyatni isloh qilish. Ikkinchi turi. Uchinchi bir turi qurolliq jihad qilish. Bu qurolliq jihatlarningki oxirgi bosqichda qildi, ammo hammadan muhim. Ya'ni dushmanga qurol orqali va barliq kuch-quvvat vositalari orqali taqobil turish, kurash qilish ekan. Bu jihat o'zining nafsidan kechadigan bo'lg'achqa, bu yo'lda o'zining vaqtini sarf qiladigan bo'lg'achqa, mol-mulki bo'lsa, mol-mulkini sarf qiladigan bo'lg'achqa eng ilg'or jihat hisoblanadi. Ham iymonninki rostchilikning dalili hisoblanadi. Iymonninki rostchilikninki dalili hisoblanadi. Şoň payg'ambarimiz bu jihatni, ya'ni qurolliq jangga kira oladigan holatni, buni iymonning yuqori saviyasi, yuqori pallasi, zirva sanamil islomda tanishtirgan. Demak, bu yerda 3 xil jihat bor. Nafs bilan jihad qilish,
jamiyatni isloh qilish uchun da'vat qilish orqali jihad qilish va qurolliq jihad qilish. Yuqorqi 3 jihatning hammasi bir-biridan muhim. Umi muhim, bu muhim. Hech qaysidan biz behajat bo'lmaymiz. Dushman besib olgan vaqtida qurol ko'tarishga majbur. Bu jihad qilishimiz lozim. Agar u holat bo'lmasa, yoki boshqa holatda da'vat qilishga ulamolar har zaman, har vaqtda ularning majburiyati bu jihadni qilish. Ulamolar har bir musulmonninki rostchilligi bilan, axloqi bilan, musulmonlik salohiyati bilan da'vat qilish bir-birlarini uning majburiyati. Nafsi bilan jihad qilish har bir musulmonning har soatiga majburiyati. Demak bu jihatlar bir-birini to'liqlaydi, bir-birini mukammallashtiradi. Lekin eskartadiganimiz düşmanga qarshi elib berilgan jihad nadan boshlansa birisi aqidani jonlantirishdan, qalbni poklashdan, fikrni isloh qilishdan va bu shariatning maqsadlarini tushunishdan boshlanadi. Agar bu 4 turlik nuqtaga diqqat qilmagan vaqtida bugunga o'xshash musulmon o'tirgan, musulmon dushman ko'rdigan, parchalandigan, bo'lindigan, bir-birisiga men mujohid deb cho'ngchilik qildigan illat shaklida u yerda mujohidlik sifat tugaydi. Xo'sh. Haqiqatan to'g'ri tushuncha ato qilsin Rabbim. Endi shu yuqorida so'zlab o'tilgandek jihad musulmonning hayotida shunchalik muhim o'rinda. Bir musulmonninki hayotining jihadsiz ya bu sohada jihadsiz o'tishi mumkin emas. Haqiqiy musulmon bo'lsa, chuqur bir sohada kurash qilayotgan, Alloh yo'lida jihad qilayotgan bo'ldi. Endi buningki shu ahamiyati, hukmi haqida biraz to'xtalib o'tgan bo'lsak. Jihad islomning yuksak pallasi. Qiyomat kun qadar davomlashadigan bir farz. Bu 1 yillik, 2 yillik yoki 1 avlodning emas. Qiyomat kun qadar bu jihad mavjud. Hech kim buni yo'qotmaydi. Bu jihad e'tiqod erkinligi va ibodat erkinligini fitnadan qo'g'dashning vositasi. Jihad qilmasa aqidasimi buzilishga boshlaydi. Aqidadan murtad bo'lishga majburlanib xuddi hozir diyorimiz yuz berayotganda ibodatlar har turli fitna bilan buzilishga boshlaydi. Ham hurlik va insoniy huquqni himoya qilishning vositasi. Hurlikni qo'g'dayman deydi ekan, insoniy huquqlarimni mudofaa qilaman deydi ekan, bu qurol olish lozim. Qurol olmay qolib qolsa hammasiga bosh ustiga bugungidek tayoq yeydigan gap. Bugungidek insoniy qiymatni yo'qotadigan gap. Mahkumlik ichida, xo'rlik ichida, qullik ichida yashaydigan gap. Bu sababdan Payg'ambar islom bu qurolliq jihad qilishning muhim ish ekanligi, buning sal qarshi bo'lmaydigan muhim farz ekanligini bayon qilib, Rasul amr al-Islam dedi. Ishning 5 islomdan boshlangan musulmonlik bilan yuksak maqomga yetaysangiz birinchi qator musulmon bo'ladi. Buning asosi namoz dedi. Musulmon bo'lgandan keyin qiladigan ish jihatda o'tashda ilgari namoz dedi. Alloh bilan bo'lgan munosabatingiz yaxshilandi. Musulmon bo'lmay turib jihad, mujohid nomini og'ini bo'lmaydi. Xo'sh. Bu bosqichdan o'tgandan keyin eng yuqori palas islomninki o'zining qonini, o'zining hayotini taqdim qila oladigan jihad bu. Bu qadar muhim. Bu jihad iymonning rostchiligining belgisi. Qur'oni Karim bu vaqtda innamal mu'minun allazina amanu billahi va rasulihi va yujahidun thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaiikumus sodiqun. Iymon etganlar, iymonida samim bo'lganlar, shak gumon shubqanmaganlar, ening kendin meli bilan, jani bilan kurash qilganlar, jang qilganlar bu haqiqiy samimiy mu'minlar, samimiy musulmonlar. Xo'sh. Shundaqla bu qurolliq jihad qilish, kurash qilish bu Allohga bo'lgan sevgi muhabbatning isboti, Allohga bo'lgan samimiylikning isboti. Chunki Alloh Qur'oni Karimda innallohu yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffat ka'annahum bunyanun marsud. Alloh taolo o'zining yo'lida hamkorlashib, intizom ishida, ittifoq ishida, birlik ishida jang qiladigan, jihad qiladigan, kurash qiladigan bunday musulmonlarni yaxshi ko'rdi. Alloh yaxshi ko'rdi demak bu samimiylikning alomati. Bular Allah'ını yaxshi ko'rdi, shuning uchun jang qildi. Allohmi bular jang qilganlik uchun Alloh yo'lida bu sevgining isboti. Bu sababdan dushmanlar qarshi qurolliq jihadga otlangan kishi bilan jihad qilishdan ansirab yoki hayotini ansirab o'tirib olgan kishi barobar bo'lmaydi. Ikkisi o'xshash darajada emas.
Gerçi biz namaz ham bo'lsin, biz zakat ham bo'lsin, ya'ni haj qilgan bo'lsin, shu qismga dalil o'xshash emas. Ozodlikdan ilgari jihad qilgan odam bilan ozodlikdan keyin jihad qilgan odamning darsi o'xshash emas, maqomi o'xshash emas, savobi o'xshash emas. Ya'ni bir bugungi kunda o'zimiz misol qilaylik, bu oyat tushunishi. Bu nuqtani tushunish uchun biz mahkumlikda, qullik, ozod bo'ldikmiz, bo'lmadik. Demek bugungi holatda jihad qilgan bir musulmon bilan vatan ozod bo'lib bo'lgankin men askar bo'ladim, nega abroqos shu yer turdim deydigan u askarninki savobi darsi o'xshash emas. Chunki Qur'oni Karim la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatal. Ozodlikda ilgari jihad qilgan, qurolliq jangga qatnashgan bir musulmon bilan Allohning yo'lida mol-mulklarini sarf qilgan, infaq qilgan musulmon bilan ish tutgandan keyin, davlat ozod bo'lgandan keyin, davlat qurilib bo'lgandan keyin, dushmandan qutulib bo'lgandan keyin melimni zakatimni berdim, xayriy ihson qildim deydigan yoki men jihad qatnashsam bo'ldi deydigan ikkisi teng emas deydi. Ikkisining savobim teng emas. Xo'sh. Shunga haqiqiy dushmanga haqiqiy o'rinda jihad qilgan haqiqiy mu'minlar eng ilg'or kishilar. Xo'sh. Haqiqiy dushmanga, xiyoliy dushmanga emas. Musulmonlar urush qilib deb bu yerda men mujohid deb da'vo qilsa bo'lmaydi. Haqiqiy dushmanga jihad qilish lozim bo'lgan haqiqiy o'rinda jihad qilgan haqiqiy mu'minlar, saxtpazlar yoki kazzoblar emas, bular eng isil odamlar, eng yuqori sharafga tava odamlar. Sharafli isil insonlar. Jang maydoni haqiqiy, dushman haqiqiy, o'zim haqiqiy bo'lganlar, savobi ulug' mujohidlar. Demak, jihad islomning yuksak pallasi bo'lganligi uchun qiyomat kun qadar bu tugamaydi. Buni shariatdan, dinimizdan hech kim buni amaldan qoldirib o'tmaydi. Yoki buni yo'q qilib o'tamiz deb hech qanday birisining sulton bo'lsin, xalifa bo'lsin yoki amir bo'lsin, bizninki buningga kuchi yetmaydi. Şuna bu jihad imandan alameti bo'lganligi uchun bütün millet xarakterlik ebbamızmı azgın adam bo'lsin, cho'qim buni davomlashtirish lozim. Xo'sh. Ya'ni farz degan narsa beshida chiqdi bundan hukm masalasi. Xo'sh, endi programmamizning yana bir nimasi qolib qoldi, shu jihadni hozir yana bir nuqtadir. Abay so'zlayotgan vaqtlarda kallam keldi. Hatto men bir ko'rganimni savol so'rabdim. Uni so'rayotganda ekan, andikin men savolimni qo'yay. Ustoz, hozirgi vaqtda shariatning haqiqiy hukmida jihad qilayotganlar bormi? Biz Sharq Turkiston jihadiga tayyorlik qilishimiz uchun qanday tayyorlik qilishimiz kerak debdi. Endi o'ylansa buning javobi oddiy. Mustamlika Sharq Turkiston xalqi mustamlika duch kelgandan tortib har yerda jihad harakati yuz berdi. Ba'zilar buni inqilob deb atadi. Masalan, 3 viloyat inqilob. Asli jihad harakati. Mutaali xalqimninki tashabbusi bilan, yetaklashi bilan Elixon To'rning qo'mondonligi bilan boshlangan jihad harakati bu aslida. Lekin keyingi vaqtlarda kommunistlik kelgandan keyin bu jihad degan gapni ishlatsak bo'lmaydi, islom atalg'usida buning o'rniga inqilob degan atalg'uni ishlatdi. Shuni olib kelib qolgan bir narsa. Asli jihad harakati. Uningdan boshqa qaysi qarab boqaylik. Pat-pat dushmanga qarshi diyorimizda tajovuzlarga qarshi erib borgan harakatlarning mutlaq ko'p qismi nima yuz beradi? Nima uchun yuz beradi? İman ruhuyla yuz beradi. Azatlık, mustaqillik, intilish sababli yuz beradi. Bu jihad harakati. Haqiqiy jihad harakati edi. Bunun yana misollar alaylik. Masalan, G'azzani misol qilaylik. Bizga o'xshaydi. Biz Xitoylar tarafidan mustamlik chiqqan bo'lsak, Falastinliklar Yahudlar tarafidan mustamlik chiqadi. Jihad qilib o'tamiz, jihad qilib o'tamiz. Bağımsız bakacağız. Bizde mi? Burundan tatip hazır kadar gerçi şahsi karakterde olsun mu, yekki karakterde olsun bu da vatkan çatlar. Bunun başka türlü yazıcık. Bu kadar misal yeterlikti. Bu aklı adam bunu düşünüp yeterli. Hoş, endi müşahede abay sizler söylep etken mesela cihadning ki aslında bugünkü günde mesela öz vaxtida o çoğum Allah'ın dinini İslam'ı yetkiziş için
Çünkü İslam insaniyetini zulmet, şiriklik, insanga qul bo'lishdan qutquzish uchun İslamning nuriga olib chiqish uchun keldi. U davrlarda masalan shu boshqa bir diyorga berib, sen mayak biz islomni olib kelamiz, xalqingga islomni yetkazamiz, yo sen qabul qilgin, siz degandek masalan podshohning dinida bo'ldi deb. O davrda masalan qo'shin tortib berish bo'ldi. Bugungi davrda har qanday bir dunyoning mushatirni da'vat qilib islomni butun dunyoga yetkazib bozor ochiq bugungi kunlikda. Bozor ochiq. Yo'l ochiq. Unda bo'lsa qurolliq jihatga jangga ehtiyoj yo'q degan gap chiqamdi bu yerda. Uni qaraymiz, sharoit qaraymiz. Masalan, bir musulmon diyori, yoki bir vatan mustamlika tushgan bo'lsa, bu yerda jihad farz altida davomlashadi. Qurolliq jihad. Shunga o'xshash bir davlat mustabid bo'lib, diktator bo'lib, o'zining fuqarolarini qattiq izzat, bo'zaq qilib qilgan bo'lsa, o insonlarni e'tiqod erkinligi, ibodat erkinligi, inson erishish uchun mustabiddan qutqizish u musulmonlarning majburiyati. Musulmonlarning majburiyati. Bu yerda qurol lozim bo'ldi. Davog'ancha o'xshash hamma narsani cheklaganlarga. Cheklaganlarga nisbatan masalan Suriyani misol qilaylik. Masalan, ko'plagan davlatlar va erkinlik deb qaraydigan, o'zida erkinlik deb ochgan, bu yerda da'vat qilsan qildi. Tinch usul bilan, ilmiy usul bilan da'vat qilsan bo'ldi. Yo'lda ichib o'tgan. Bu yerga kelgan chog'da bu yer qilinadigan da'vat nimasi? Yani usul nimasi? İlmiy usul da'vat qilish, ilmiy jihad qilish. Hikmat bilan jihad qilish. Bu usul qo'llanilgan. Tömür ta'sirlikning Qur'onga ehtiyoj yo'q. Uning ustiga islom deydi, kafir bo'lib qolsangiz urushash deydigan unda gap yo'q islomda ba'zi xato tushunib olganlar deb ko'rgandek. İslamdan maqsad insonlarning qalbini achish, insonlarning aqlini achish, insonlarni qanoatlantirish. Qandoqdir bir yerda sen musulmon bo'lmasang seni etib o'taman, kallani qisman deb bundan majburlaydigan, zo'rlaydigan ish islomda yo'q. Xo'sh. Agar unda zo'rlaydigan, majburlaydigan ish bo'lib qolsa, u yerda samimiylik, sadoqat tasdiqlash shakllanmaydi, balki munofiqlik, ichki yuzlama shakllanadi. Bu islomdan maqsad emas bu. Herkes cihat dinni boshqalarga tengish uchun yo'l qo'ygan emas. Bu haqda biz keyingi ayrim bir temada tafsilan to'xtalamiz. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat inshaalloh. Mushada tugasak bo'lgan shaklda bo'ldi. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi temamizni mushada oxirlashtiraylik. Allah subhanahu wa ta'ala hakikaten programının 5 deganimdek bugün itibarı bilen yani ahirki 10 günde Peygamberimizdeki hadisi boyunca bu Kadir Gecesi 1000 aydan artık bo'lgan bu faziletlik külle tepiladigan izdişimiz gerek bo'lgan Resulümüz o en ahirki keçileri bütün ailesini hem uyg'otib ibadetlerine ait ciddi şekilde tirişçilik gösterdi hem de. Şu mübarek günlerge qadam bastık bugün keçiden itibaren her keçisi olmasa hiç olmaganda taq keçileri bolsun mu? Ailece tefekkür bilen Allah'ın bizlerge ata kılgan nimetini hakiki huzuri kalp bilen sanamas yani düşünmeyen şekilde toxudek bir ibadet şekillerimiz var köpüncümüzdeki. Bu şekilde maksat emas. Hakiki huzuri kalp bilen Allah'ını tefekkür kılgan, bizgi bergen nimetlerini esligen, hakiki Allah'ını sığıngan şekilde Allah'a baş koyup dualarımız, bütün tileklerimizni Allah'a yığılıp aldığan küller kirdik. Bu minutlarını, bu küllerini fırsat bileydi. Şu mübarek saatlerde, şu keçilerde kılınan ibadetlerimizde bizler için mühim. Vatanimizdeki şu izilip atkan, milyonluğun halkımızdaki kurtuluş için hem dualarda buluşunu asla unutmaslıkımız gerek. İnşallah Rabbim pat fırsette, nihayet tez süratte bu nalimizge, bu yığızarlarımızga bunu icabet kılıp şu güzel bizler kütken küllerini Allah'ın tez fırsette ata kılışını tileyle kadarlı görürmelerimiz. Allah ömür verse başka bir sanda görüşkice aman boğayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Ya nural hilal أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء